Sizning startapingizga eng yaxshi ifodalovchi bitta so'z. Tarix. Founderlikdagi eng katta saboq. Teoriyadan praktikaga o'tish muhimroqda, eng muhim. Qaysi biri qiyinroq, mahsulot yaratishmi yoki uni sotishmi? Sotish qiyinroq. Da. Agar startapingiz bo'lmaganida nimani qilgan bo'lardingiz? Menimcha yashamagan bo'lardim. Chunki bu bilan ertalabdan kechgacha nafas olamiz. Da, поэтому. Odamlarning O'zbekistondagi startaplarga nisbatan eng noto'g'ri tushunchasi bu nima? O'zbekistondagi startaplar bu problemalarni yengish haqida deb o'ylashadi. O'zi aslida nima deydi? Juda ham keng tushunchaga ega bo'lishi mumkin. Tam yengillashtirish yoki bironta zavq olish yoki tezlashtirish vaqti masalan. Assalomu alaykum hammaga do'stlar. Yoshlar Venture podkastiga xush kelibsiz. Bugun bizning mehmonimiz O'zbekistondagi juda ham katta o'zgarishlarga sabab bo'ladigan insonlardan bittasi. Mani sherigim Shahzod bilan birgalikda bular bilan Xudo xolisa savol-javob qilamiz. Meni ham ismim Firdavs, mehmonimiz ismlari ham Firdavs. Aka, bir og'iz savol. Kimsiz siz? Assalomu alaykum. Barchaga ismim Mamatxonov Firdavs. Dumers Entertainment game development studiyasining asoschisiman. O'zbekistonda aynan birinchilardan biri bo'lib shu game devni nimadir rivojlantirish maqsad qilib qo'yganmiz o'zimizda IPlar bilan. Prezident Award'da g'olib bo'lganmiz 23-yil, 24-yil o'sha juri a'zosi sifatida ishtirok etganman Prezident Award'da. Butun masalan O'zbekistondagi local game jamlar bo'lsa, o'shani juri a'zosi ham menman. O'shalardan biri. Game developchi bo'lsangiz, game o'ynaysiz, bu odamning yuzini eslab qoling. Ha, siz uchun zo'r o'yinlar yaratishlari mumkin. O'zi game dev qilish, bu game dev sohasiga kirish bu bitta anaqa mashaqqatli-da. Unga xohlama bilim kerak, skills kerak, texnik tomondan. Lekin o'yin yaratyapsiz, xabarimiz bor. Bu o'yinni yaratishdan oldin qanday kirgansiz bu gaming industriyaga? O'zidan o'zi bo'lib qolmaydi. Bu o'yinga juda katta komanda kerak bo'ladi yaratishga. Da. Xuddi shunday. O'zi eng katta, eng ko'p vaqt talonadigan byudjet sifatidan ham, vaqt bo'yicha ham, production bo'yicha ham juda ham ko'p resurslar kerak o'yin qilish uchun. Biz men musiqa dunyosidan kirganman game devga. O'zimizda o'yingizga kelib muzikada ishlaysiz, sizda dilingiz bo'lar ekanda bu. O'zimiz gruppamiz bor edi, avval musiqalar qilib, undan keyin meni chaqirib qolishdi, game jam bo'lgan, online game jam, o'yin. Ya'ni bir haftada o'yin qilish. Meni sound dizayner sifatida chaqirishdi, tam soundtrack qilib berasan, zvuklar qilib berasan, tam shu yordaming kerak deb qolishdi. Bo'ldi dedim, boshladik. Birinchi game jamdan o'tib oldik, eng zo'r vizual oldik u paytda nominatsiya bo'yicha. Ikkinchi game jamda boshladik, уже yana men sound dizayner sifatida ishtirok etdim. Уже men shunaqa qilib game jamlar ishtirok etib, networking qilib oldim. Game jam nima edi bu? Game jam bu aytaylik 3 kun yoki bir haftada, balki ba'zilar bir oyda bir deadline beriladi, o'yin qilishingiz kerak o'sha davrda ichida. Bu yerda bir nechta komandalar yig'iladi, xuddi hackathonga o'xshab. Faqatgina o'sha hackathon o'zi IT-da, o'sha game devda game jam deyiladi. Ertalabdan kechgacha o'tirib o'yin ishlashadi, ideyani o'sha bir haftada yoki bir oyda tugatib polniy chiqarib olish kerak. Shunaqa o'zi juda ham masalan Silk Song hozir top Steam o'yinlaridan biri, boshida game jam sifatida boshlangan o'sha o'yin ham. Hozir уже 3-seriyasi chiqib, уже juda ham mashhur bo'lib, 1 million kopiyadan ortiq sotib, juda ham mashhur franchizalardan biri bo'lgan. Biz ham xuddi shunday boshlaganmiz, game jamlarda ishtirok etib, networking olib, programmistlar, художниклар bilan hammasi bilan nima deydi, networking qilib tanishib, keyin men aytganman, mana shunaqa ideya bor, bu yerda game jam bilan, lekin o'zimiz IP qilsak-chi, mana shunday qilib mana shunaqa ideya, o'rta asr, chunki o'zim ham juda ham yoqtiraman, aynan men to'g'risini aytaman, menda sessionniy o'yinlar unchalik fanat emasman, ya'ni CS:GO, Dota, tam shunaqangi o'yinlarda men asosan eng zo'r podkast to'xtatamiz. Dota 2 ga yomon gap ketdi borib, men xafa bo'lib qoldim. Eng zo'r yoqtiradigan o'yinlardan biri asosan syujetniy, o'rta asrlarga tegishli, ya'ni Kingdom Come Deliverance, Red Dead Redemption, Skyrim,
mana shunaqa Vedьмак shunga o'xshaganda aynan o'yinlar RPG o'rta asrlarga bog'liq. Shuning uchun men ham shundan boshladim. Keyin o'zi IPni Oltin O'rdani keladigan bo'lsak, как раз boshlanishi avval rynokni qidirdim. Ya'ni nima bor, nima yo'q hali. Qarasam vikinglar haqida o'yinlar juda ham ko'p. Rimliklar haqida o'yinlar juda ham ko'p. Yaponiya samurayliklari juda ham ko'p. Va qarasam sekin-sekin o'sha mo'g'ullar haqida bir qanaqadir o'sha turklar haqida sekin-sekin o'sha boshlanyapti. O'sha nima deydi, oqim bo'lib, valna bo'lib. Men qarasam, как раз Oltin O'rda va umuman Mo'g'ul imperiyasi davridagi hali o'yinlar yo'q. O'sha paytda faqatgina bitta Ghost of Tsushima bo'lgan. Ghost of Tsushima aynan mo'g'ullar Yaponiyani bitta oroliga, Tsushima oroliga bostirib kiradida, u yerda как раз boshlanadi action. O'sha o'yin juda ham mashhur bo'ldi. 23mi 24 chiqdi. Da. Juda ham zo'r sotildi, juda ham zo'r production qilishdi va men o'ylab qaradim, давайте o'zimizga tegishli shunga o'xshagan konsept yarataylik dedim. Ya'ni mo'g'ullar O'rta Osiyoga kirib bosib kirgan, o'zimizda ham qahramonlar bo'lgan, o'shani ham ko'rsataylik. O'shandan ham boshlaylik, keyin sekin-sekin davrlarni ham ko'paytirib, har xil davrlarga bo'lib, seriya sifatida ham chiqaramiz deb. Shundan boshlagan o'zi. Menda to'g'risi aytaman, juda chuqurlashib kiradigan savollar bor, lekin undan oldin kichik bridge savollar qilsak, sizni fikrlashingiz, sizni nima deydi, xarakteringizni odamlarga ko'rsatib beradigan shunaqa savollar tayyorladim. Faqat anaqa nima deydi, shaxmatda blitz o'ynashganda tezda javob berishga harakat qilasiz, lekin baribir o'ylantiradigan savollar bo'ladi. Okay. Boshladingmi? Boshladik. Birinchi savolimiz boshlab ketaveramiz. Sizning startapingizga eng yaxshi ifodalovchi bitta so'z. Tarix. Founderlikdagi eng katta saboq. Teoriyadan praktikaga o'tish muhimroqda, eng muhim. Qaysi biri qiyinroq, mahsulot yaratishmi yoki uni sotishmi? Sotish qiyinroq. Agar startapingiz bo'lmaganida nimani qilgan bo'lardingiz? Menimcha yashamagan bo'lardim. Chunki bu bilan ertalabdan kechgacha nafas olamiz. Odamlarning O'zbekistondagi startaplarga nisbatan eng noto'g'ri tushunchasi bu nima? O'zbekistondagi startaplar bu problemalarni yengish haqida deb o'ylashadi. O'zi aslida nima deydi, juda ham keng tushunchaga ega bo'lishi mumkin. Yengillashtirish yoki bironta zavq olish yoki tezlashtirish vaqti masalan. Butun dunyo qismida orzungizdagi investor kim? O'zi investor sifatida men bironta odamni orzu qilmayman. Men masalan bizda eng katta studiyalardan biri butun dunyodagi Rockstar Games. O'shanga nima deydi, juda ham qoyil qolaman ularga shuning uchun o'sha. Ertalab birinchi ochadigan ilovangiz nima? Prilosheniya. Telegram. Sizni yaqinda ilhomlantirgan kitob yoki podkast? Menimcha Pivotdan chiqqan podkast Alisher Hasanov bilan o'sha ko'rgan podkastimiz o'sha orqali tanishib oldik. Keyinchalik u odam bilan tanishdim intervyu orqali, undan keyin уже как раз akseleratsiyada ham mana qatnashyapmiz shu bilan. Shuning uchun shunaqangi ulanib ketdi. Siz yaratishni istagan startap qaysi? Yaratishni xohlagan startapmi? Agar bu bo'lmaganda. Menda juda ham kuchli meditsinaga va sotsial startaplarga menda ideyalar bor, lekin bu bo'yicha vaqt umuman hozircha yo'q, lekin shu meditsina bo'yicha menda ancha-muncha ideya bor. Stressni qanday yengasiz? O'yin orqali. Qiyin paytlarda sizni nima ruhlantiradi? Jamoam ruhlantiradi. Meni qo'llab-quvvatlaydigan, har doim o'zim barcha muammolar bo'lsa jamoam bilan darrov nima deydi, o'zimga keltirib qo'yadi jamoam. Bitta jumlada ayting, startapingizni maqsadi bu nima? Startapimizning maqsadi dunyodagi eng katta IPlardan biri bo'lish. Studiyalar sifatida, publishing sifatida eng katta dunyodagi game dev studiya IP proyektlardan biri bo'lish. IP proyekt deganda nima nazarda tutilyapti? Hozir qarab turib, shu API degan yozuvmikan degan tushunchalar ham bo'lishi mumkin. Shu intellectual property IP, ya'ni masalan Assassin's Creed bo'yicha ham gaplashganmiz. Assassin's Creed bo'yicha mana 7 ta qism chiqargan bo'lsa, birinchi qismidan ikkinchi уже bu nima deydi, ularda Ubisoftda masalan bir ko'rinadigan bir proyektlardan biri Far Cry bor ularda. Ularda juda ham ko'p. Masalan Rockstar Games'da GTA, to'g'rimi?
eng katta o'yinlardan biri. Bizda ham xuddi shunday qilmoqchimiz. Ya'ni Oltin O'rda butun dunyoga mashhur bo'lib, qismlar chiqarib, уже umuman olganda har xil platformalarga har xil o'yinlar ham o'sha olamni kengaytirish maqsadimizda. IP degani intellectual property, ya'ni anaqa patent deb o'zbek tilida aytganda patent qilishda. O'zbekistonda ichida bozorda bo'lib turib, global tomondan qanday patent qilish bo'ladi? Amerikani o'zini patent sistemasi bor. Bu bo'yicha ham qidirganmiz. Ya'ni o'zi har bitta davlatni o'zida registratsiya qilib, sekin-sekin o'sha o'zi aslida olish kerak. Shuning uchun Amerikani o'zida o'zimizdan O'zbekistonda ham Yevropada alohida qilib olishda shunaqa qilib. Endi o'yiningiz haqida bir aytib bersangiz, qisqacha qilib keyin o'yin haqida menda juda savollar bor. O'ynab ko'rdim. Yaxshi o'yin, maslahat beraman. Rus tilida Zolotaya Arda, o'zbek tilida nima dedingiz? Oltin O'rda. Oltin O'rda, ingliz tilida The Golden Horde. Steamda bormi hozir, adashmasam? Hozir Steamda stranitsasi bor, demani chiqaramiz. Как раз o'zi alfani tarqatib olib o'ynab ko'rishga berdik. Demo chiqarib, уже sotuvga ham chiqaramiz. Keyingi yil уже da. Aytib bering, nima haqida bu o'yin? Odamlar borib ko'rishsin, Steamga demosini o'ynab ko'rishsin. Da, o'zi Oltin O'rda o'sha как раз mo'g'ullar bosqini davrida 13-asrda bir mahalliy aholi bilan, o'zimizda turkiylar aholi bilan bahslashuv bo'ladi. Main hero, ya'ni nima edi? Bosh qahramon o'sha как раз oddiy cho'pon sifatida o'sha konfliktlarga aralashgan bo'ladi-da, o'sha konfliktlardan chiqish bo'yicha, tirik omon qolish bo'yicha o'zi survival bir RPG janr. Ya'ni u yerda ham historik tomonidan 13-asrda 1250-yillarda как раз Oltin O'rdani parchalanish qismiga kelib qolganda, ya'ni undan keyin уже bo'ldi har xil kichik guruhlarga bo'linib ketgan. Shuning uchun как раз o'sha u yerdagi qisman tarixiy va qisman baribir fantasy anuvimiz bor, chunki bu entertainment qiziqarli ko'rsatish kerak. Qiziqarli bo'lish uchun, pafos ko'rsatish uchun ham shunaqa bir qahramon sagasi. O'sha O'rta Osiyoni o'zimizda qahramonni sagasi. Qahramon qilib kimni olgansiz? Tarixda bor odammi yoki Voodoo'ni personajmi? Da, o'sha o'yinchi, har bitta o'ynagan o'yinchi o'zi kustomizatsiya qilib, o'zi o'zi bir kirishsin. Xuddi nima edi, tayyor odamni xarakterini olib emas, o'zi xarakter qo'yib, demak o'zini xalqi bilan yashab turib, o'zi hal qilsin, qanaqalik bo'lishini. Da, shu bo'yicha biz ishlaganmiz. O'zi hal qilsin deb u yerda ham demokratiya, ham liberalizm deysizmi, aholisi xohlagan ishini qiladi. Bu qiziqarli narsa. Sims bor edi, Simsda shunaqa momentlari katta qilganda, uni shunaqa prikol bo'lib, vibe bo'lib ketgan, viral bo'lib ketgan. Zo'r. Endi savol. Xohlama endi sizni primoy bozoringiz hozirgi paytda deb o'ylayman. Men analiz qilib chiqqanimda shu O'rta Osiyo. Lekin O'rta Osiyoda bitta muammosi bor. To'lovda. Odamlar o'yinga pul to'laydimi, yo'qmi? To'g'risini aytaman. Men yosh bo'lganimda, endi yoshlikdan boshlagan gaming-chi. Auditoriya 12-14 yoshdan boshlagan bo'lsam kerak, u paytda pul bo'lmagan. Lekin o'yin o'ynagisi keladi. Kompyuterxonaga borib o'ynaysiz, kompyuterga pul to'laysiz, lekin kompyuter bo'lgandan keyin igran загрузить torrent bo'lgan, balobatlar bo'lgan. Загрузка qilib topganmiz. Hozirgi zamonda esa Steam orqali ham, torrent orqali ham tekinga загрузка qilib topish yo'llariga ko'proq qiziqadigan odamlar bor. O'zimizdan sredniy Asiyada. To'laydilar bor, yo'q emas. Bitta psixologiya bilan ishlaydigan odamlar ham bor, tipa bu shuncha vaqtini ketkazib o'yin yaratdi, buni men rahmat deyishimcha pul to'laydi yoki donat qiladi, har xil yo'llari bor. Lekin shunaqa sohada kelyapsiz, shunaqa bozordasiz, odamlar sizga o'yin yaratibsiz, ancha sizni komandangiz mehnati ketdi. Qanday buni orqasidan daromad topasiz? Odamlar pul to'laydimi o'zi yo'qmi? Yo'q, shunchaki rahmat deyishadimi? Rahmat desam katta gap. Da, bu yerda ikkita sразу har xil nima deydi, как раз tushunchalar bor. Ikkita tushunchalar bor. O'sha bo'yicha boshlaymiz. Birinchidan, agarda o'sha to'laqonli javob beradigan bo'lsak, biz tushunamiz. O'rta Osiyoda va umuman MDH mamlakatlarida free to play o'yinlar mashhur. Ko'proq o'sha orqali, ya'ni tekinga o'ynab, ichida ham qanaqadir skinlar, xuddi CS:GO ga o'xshab yoki PlayerXda mana Homescapes bor, mobil o'yinlarda, u ham SNGdan chiqqan. Hammasi free to play, ichida tam
qanaqadir qo'shimcha anavlarni sotib olasiz, keyin tam qurol aslahalar sotib olasiz. Bu bo'yicha biz research qilganmiz. Piratство bo'yicha ham 25% где-то tashkil qiladi, ya'ni 75%, 100% bo'lsa 75% sotilsa 25% piratство. Bu narsadan ham nima deydi, xoli bo'lib bo'lmaydi, ya'ni bu o'z-o'zidan natural narsa, ya'ni odamlar skachat qilib olib, o'ynab ko'rib, keyin sotib olishi mumkin. Xuddi shunga o'xshab biz ham demo chiqaramiz, ya'ni bepulga skachat qilib olib, keyin o'ynashi mumkin. Bunaqangi o'zi o'yinlar kakras biz Oltin O'rdani o'sha IP bo'yicha gaplashganimizda ham har xil qismlarga bo'lganimizda, aynan bittagina action RPG emas, kichik masalan arenalar bo'lsa, arenalar masalan free to play bo'lsa, ya'ni do'stlaringiz bilan urishingiz mumkin-da, kirib arenaga. Ya'ni free to play, undan keyin u yog'i nima deydi, kustomizatsiya kiyimlarini, tam har xil ko'rinishini уже sotib olasiz qo'shimcha. Xuddi shunaqa qilib bizda уже plan bor bu bo'yicha. Agarda bozorda qaraydigan bo'lsak, proyekt bo'yicha Oltin O'rdani Steamda o'zi statistika bor. Davlatlar, qaysi davlatlar kiryapti o'sha. Asosan bizda Xitoy, AQSh va Rossiya. Da. Bu Rossiyada ham pul to'laydigan odamlar uncha ko'p emas, shuning bo'yicha. Da. O'sha asosan 3 ta davlatlar, endi top Steamda ham auditoriya o'sha davlatlarda. Bizda bitta narsa bor edi, ya'ni sotib oladigan auditoriya haqida gaplashadigan bo'lsak, bu biz avvaliga xuddi shunaqa o'ylagandik. Masalan, O'rta Osiyoda endi O'zbekiston, tam Qozog'iston, O'rta Osiyo o'zimizda xalqlar haqida bo'lganligi uchun o'zimizda mashhur, tam maksimum Rossiyaga borib mashhur bo'ladi tam deb ko'rsatganimda ham menga ham shunaqa deyishdi. Keyin 2023-yil noyabrda biz bitta narsa qildik, treyler chiqardik Unreal Engine 5 da. U treyler mashhur bo'ldi o'z-o'zidan. Biz hattoki kutmagandik umuman. YouTube'ga kirib, o'sha yerda YouTube kanalimiz bor. Keyin statistikani ko'rsam, qayerdan trafik kelyapti deb qarasam, Amerikani gamingbible.com degan sayti bor, aynan игровой sayt ularda. Bitta jurnalist, Amerikan jurnalisti biz haqimizda statya yozibdi, chiqarib yubordi. Biz keyinchalik bildik, biz trafik ko'payib ketganligidan qayerdan keldi bular, bu odamlar deb o'yladik-da. Keyin undan keyin Amerikani, keyin Fransiyani Popcorn Games, Germaniyani GameStar, Xitoyda bir nechta saytlari, gaming saytlari, keyin Ispaniyani, shunaqa qilib Rossiyada umuman yuzlab postlar tam biz haqimizda yozishni boshladi. Biz tushundikki, bu o'yin ideya davrida hali faqatgina o'zimizga emas, Yevropaga ham, Amerikaga ham qiziq ekan baribir. Chunki hali IP olinmagan, odamlarga qiziq, hali o'rganilmagan setting. Shuning uchun biz tushundik, demak, IP olish qancha realistikni bu sohada, bu game dev yo'nalishida, ya'ni o'yin yo'nalishida. Endi aytganimdek, kim birinchi bo'lib olsa, kim birinchi bo'lib ko'rsatsa o'sha ideyasini, o'shaniki. Chunki sizda endi patent olayotganda har xil faktorlar bor, lekin bu birinchisi shu syujetda, o'shanga ideologiya syujeti, keyin o'yinda o'zini qanaqa funksiyalari bo'lishi mumkin. Aytaylik, borib razgrabit yoki borib sanduqchani ochish, shunaqa narsalar menda unikalniy deb shuni patent qilishingiz mumkin. Yana nima, bundan tashqari personajda qanaqa skinlari, balo-battar shunaqa narsalar bo'ladi. Lekin jahonda qarasak, bu narsadan chiqib turib, unga o'xshashroq yarata olmaydi. Da. Shunda savol bo'lyapti, siz gaplashishimiz boshidan beri patentga ko'p urg'u beryapsiz. Patent deyapsiz. Lekin qanchalik sizga rostdan ham patent kerak? To'g'ri, sizga one to one, birga bir kopiya qilmaslik uchun kerak patent. Lekin syujetda, bu tarixiy syujetda siz patent qila olmasangiz kerak deb o'ylayman. Ssenariyni patent qilsa bo'ladi. Ssenariyda, o'zingiz syujetingizda. Tarixda qilmaydi. Lekin endi syujetdan bu kimdir fikri, o'ylashi, anaqa storytellingdaqa kimdir qilsa bo'ladi. Nimaga shunchalik ko'p urg'uni patentga qaratyapsiz? Yo'q, bu yerda ideyani o'zi birinchi bo'lib o'zingiz ko'rsatishingiz kerak. Buni biz qilyapmiz deb. Chunki ideya ba'zida hali nima deydi, endi IT masalan boshqa anavlarda faraz qiling, endi bilmadim, balki bordir shunaqangi IT yo'nalishlar, aynan mahsulot MVP chiqarmasdan oldin shunchaki qanaqadir treyler yoki release qilib qo'yadi-da, teaser, mana shunaqa sizlarga yordam beradi deb, odamlar jalb qilib уже nima deydi, crowdfunding bo'lsa, agarda bor bo'lsa aytinglar shunaqangi proyektlar. Lekin game devda bunaqangi narsalar juda ham ko'p. Ya'ni avval treyler chiqarib, teaser chiqarib, avval tekshirib ko'rishadi-da, qanchalik yaxshi aynan ideyali. Undan keyin уже o'tishadi. Bizda aytganimdek juda ham ko'p shunaqangi anavlar bo'lgan,
ideyani gaplashgan paytimizda kimdir уже chiqarib qo'ygan и auditoriyani yig'ib qo'ygan там 100 minglab wishlistlar там sizga уже готовый auditoriya emas, shu syujet bo'yicha siz ham chiqarib yuborasiz. да Kimniki yoqar ekan degan savol да qiladi. kim zo'rroq qiladi buni da productionni yaxshiroq chiroyliroq o'sha bo'yicha bizda bir-birimizni kompetitiv endi baribir jahon rынок da biz kompetitiv сразу jahon bo'yicha O'zbekiston bo'yicha emas и bir-birimizni tezroq qilib tezroq ko'rsatib o'sha narsaga yo'naltirishimiz kerak. Shuning uchun da men IP bo'yicha ko'p gapiraman. Yana bitta savol. Juda men siz bilan birinchi ko'rishganimizdan keyin to'g'risini aytaman, men game dev mutaxassis emasman. Hamma venturelar o'zi bilsangiz kimdir shunaqa game devga fokus qiladi, kimdirlar bor faqat AI tomoniga, kimdir SaaS tomoniga. O'zbekistonda misol uchun siz hozir tushunishim bo'yicha investitsiya qidiryapsiz. Nafaqat O'zbekiston, u venturening investitsiyaga qiziq bo'lib turibdi. Nechinchi yil boshlagansiz? Shu 2023-yilda. 2023-yil. 2 yil vaqt ketdi misol uchun. Sal kam 2 yil vaqt ketdi. O'zbekistonda venturelarni game devga bo'lgan qiziqishi, feedbacki qanaqa? Именно o'zbeklarniki. Da. Hozir как раз shu ish bo'yicha ish olib boryapmiz. Har bitta venture bilan gaplashib, ko'rsatib, maksimum ravishda metrikalar qanday ishlaydi, konversiya qanday ishlaydi, masalan, wishlistlar soni Steamda mobilkalarda qanday qilib monetizatsiya bo'ladi, o'sha free to play o'yinlar, tam ichidagi ina purchases bor, reklamalar bor, reklama qo'yib, shunaqangi qilib gaplashyapmiz. Bular bo'yicha qiziqish уже boshlanyapti, chunki bundan oldin hali umuman nima deydi, biz tushunmaymiz, ekspertizamiz yo'q, shuning uchun chet eldan qidiraveringlar deb bizga feedback berishgandi, lekin hozir biz consistency bilan agarda chunki o'zimizdan masalan qo'llab-quvvatlashmasa chetdan kelib hech kim qo'l cho'zmaydi, shunchaki yordam bermaydi. Chunki avval поддержка ich-ichidan bo'lishi kerak-da. Shuning uchun prezident aka o'rtada ham o'shanisi yaxshi, masalan grant yutib olganingizda ham ideyani haqiqatan ham ishlashini ko'rishingiz mumkin. Xuddi shunday sotuvga chiqarish ham xuddi shunday qilib o'zni rivojlantirish o'zimizdan boshlanadi-da. Поэтому bu bo'yicha aynan ish olib boryapmiz. Birinchilardan bo'lib xudo xolasa bizda nima deydi, O'zbekistonda game dev studiyalaridan biri biz bo'lamiz raising bo'yicha. Shuning uchun bu bo'yicha nima deydi, hal qilyapmiz. Jamoangiz qanchalik katta? Jamoa 10-15 kishi. Qisman outsourcingda, qisman o'sha full time ishlayapti proyekt bo'yicha, lekin menda full financingda полный fokus qaratamiz aynan proyektga, chunki aytganimdek bootstrapping bo'lyapti. Da, поэтому outsourcingga shu game devlar bilan ishlaysizlarmi ko'proq yoki boshqa produktlar ham yo'q, game dev da. Asosan game dev related proyektlar bilan, chunki fokus da har xil yo'nalishdagi baribir bolalar bor, lekin men fokusda ham outsourcingda ishlaganimda bular ham skillini ko'paytiradi-da, yaxshiroq ishlab deadline konkretniy, то есть juda ham ko'p narsalarni сразу o'rganadi. Da. Zakazlar O'zbekistondan tushadimi yo boshqa yerdan? Da, O'zbekistondan, chet eldan ham tushadi, lekin asosan o'zimizda o'zi studiyalar bor, outsource studiyalar, aynan o'yin qiladigan. Shular qatorida birga rivojlantirib, proyektlar o'zi juda ham ko'p, educational proyektlar bor. O'yinlar bu faqatgina nima deydi, CS:GO bilan Dota emasda, ya'ni o'yinlar biror narsani o'rgatishi mumkin. Masalan, yaqinda bitta o'yin ko'rdim. Pitch bor, masalan, investorlar uchun Pitch Please degan. U yerda siz investor ekansiz, o'yin shunaqa sizga founderlar kelar ekanda prezentatsiyasini ko'rsatar ekan. Siz hal qilishingiz kerak, kimga investitsiya qilishingizni. Bu ham o'yin. Yaqinda chiqadi, men shuni ko'rib qoldim. Shunaqa qiziqarli o'yinlar bor. Simulyatorlar bor. Sizni masalan ovqatga haqiqatan ham o'rgata oladigan, ya'ni xuddi power simulyatoriga o'xshab haqiqatan uni sabzini to'g'rab, tam masalan osh pishirsangiz, oshni endi hali qilmagan, lekin oshni buni o'zimiz qilmoqchimiz, lekin aytib qo'ydim, kimdir qilishi mumkin-da o'sha. Chunki yaqinda shaurma simulyatori chiqdi Turkiyadan. Da, ko'rdim. Ko'rdingizmi? $1,5 million ishladi o'sha o'yin. Yo'q. Da. Steamda. Shuning uchun bu juda ham katta market. Simulyator oddiygina ovqat pishirish yoki ofitsiant simulyatorlar bor, magazin simulyatorlari bor. Ya'ni siz magazinchi sifatida prosta savdo-sotiq qilib o'tirasiz. Da, har xil turdagi o'yinlar qilsa bo'ladi. Поэтому pul haqida aytdingiz, 1,5 million pul topibdi deb, shawarma simulyator. Endi savol, o'zi game dev qilib
qanaqa o'yinni ko'tarish, uni ommaga chiqarib berish qiyin, lekin qancha xarajat ketadi? Byudjeti katta, to'g'rimi? Da, katta studiyalar byudjeti bunday taqsimlaydi. Ya'ni aytaylik, chunki ularda juda ham katta byudjet. 100 million dollarlik byudjet bor bo'lsa, masalan, Ghost of Tsushimaga bir 80 million dollarmi ketgan. Tam Ведьмак 3ga bir 50-60 million dollar ketgan. Productioniga 30 million и как раз reklamasiga 30 million ketkazgan. Shunaqa qilib, общий byudjet 60 millionga chiqqan. Siz qancha pul ishlatdingiz? Biz o'zimiz как раз Oltin O'rdani boshlaganimizda reklama qilishdi, Gaming Bible'dan boshlab, keyin TikTokerlar, YouTuberlar biz haqimizda chiqarishgan, 500 million podpисчиги bor, 1 million podписчиклari bor. Hammasi bizga umuman tekinga tushdi. Nolga. Ideyani o'zi yaxshi bo'lganligi uchun. O'sha aytganim IP ideya hammaga yoqdi. Bo'lishi mumkinmi? Hozir Firdaus qarang. $0 ishlatdim deyapsiz-da, bu o'yin ishlab chiqarishga. Mayli anaqa ishchilarni reklamaga, marketingga. Reklamaga. Da. Atak biz ketkazgan o'sha $30,000 hozirgacha President Award sifatida и o'zimiz $30,000 shunchalik kачественный o'yin ko'tardinglarmi? Biz qo'limizdan keladi. Rahmat kechiryaptimi xodimlaringiz? Bu boshqa yana mana tarafi, bu narsa haqida ham aytib o'tishim mumkin. Game devga umuman olganda studiyalarga, boshqa katta studiyalarga kirish juda ham qiyin, yuqori porog. Shunchaki sizni kurslardan yoki universitetda chiqarib уже qabul qilishmaydi. Ularga portfolio kerak. To'g'ri. Portfolio olish uchun avval tekinga ishlab ko'rishingiz kerak. Chunki hech kim sizga srazu qilmaydi. Shuning uchun game devda shunaqa narsa bor. Men ham har doim aytaman, agarda rivojlanmoqchi bo'lsang, 3 oy, 6 oy, 1 yilgacha ba'zan ishlashing kerak. Просто yaxshilab o'zingni ko'rsatishing uchun, keyinchalik уже oylik qilib, уже normalniy karyera o'stirish uchun. Bu shunaqangi rivojlanadigan anovda, sekin-sekin rivojlanadigan. Qo'rqmaysizmi ertaga shunday ishlab turgan o'yinni ichidan oxirigacha bilgan komandangiz o'yin chiqdi, release bo'ldi, PR da ushadi, men zo'r mutaxassisman deb ko'rsatdi, Ubisoftga bo'lsin, boshqasiga bo'lsin, ketib qoldi. Bu bo'yicha bizda biz team bilan uchrashib gaplashamiz bu bo'yicha. Men har doim so'rayman, qaysi kompaniyada ishlashni xohlaysan deb. Kimdir o'sha Ubisoftda, kimdir Rockstarda, kimdir ya'ni Kraftonda Koreyani. Keyin borib bu yoqqa aytasiz, bularni ishga olmayman, menda bo'lsin deb. Keyin lekin menda har doim shunaqangi nima bo'lgan, mindset bo'lgan. Men ishlashni xohlamaganman Rockstarga ham, Ubisoftga ham, boshqasiga ham. Chunki men o'zim Ubisoft, Rockstar bo'lishim kerak-da. Va shunga o'xshash odamlarni ham gaplashganimizda, ochiq gaplashganimizda ular ham aytgandi, biz rivojlanishni xohlaymiz. Ya'ni biz o'zimiz nima deydi, ertaga mana bu o'yinni men qilaman, mana endi men kerak bo'lsa mayli, o'zim studiya ochib, o'zim ham rivojlana olaman deb ayta oladigan, aynan o'zimizda studiyalardan, ya'ni kichik studiyalar paydo bo'lib, o'sha rivojlantirish uchun. Shuning uchun bu bo'yicha ham bizda anu yo'q. Masalan, ba'zi bir bolalar xuddi shunday ishlayapti. Masalan, East Games'da O'zbekistonda eng katta studiyalardan biri bizda ishlagan bolalar hozir East Games'da ishlayapti. Поэтому bu bo'yicha ham hech qanaqangi nima deydi, problema yo'q bizda. Biz nima deydi, bemalol almashinib ishlataveramiz. Chunki bizda unaqa sen tortib olding yoki men tortib oldim degan narsa yo'q. O'zi soha kichkina. Da, soha o'zi juda ham kichkina. Bir-birimizni taniymiz. Bitta odam уже 5 ta kompaniya, masalan, 1 yil ichida 5 ta kompaniya ishlagan bo'lishi mumkin, aylanib yana bizga keladi. Chunki biz o'zimiz sekin-sekin o'samizda, u katta studiyalarga borib, keyin yana uchrashamiz. Shunaqa o'zi. Da. East Games hali ham tirikmi? Da, bor. Kim bor? Ya'ni EA Games borda. EA Games'da sotib olishdi-da. Sotib olish kim sotib oldi? Arabskiy fond sotib oldi, $55 milliard sotib olishdi. Ulardan yaxshi chiqqan o'yinlarni oxirgi vaqtlarda ko'rmayotgandim-da. Kibersportga juda ham ular nima deydi, fokusni qaratdi, o'sha sportivniy o'yinlar. Lekin da, men ham fanat emasman juda ham. Valorant kim qilgan? EA Games emasmidi? Yo'q. Valorantni shular ham zo'r yangi o'yin chiqdi-da. CS:GO'dan anaqasi updated version deb animatsiyalar. Da, o'zi juda ham Overwatch, Valorant juda ham ko'p o'sha sessionkalar bor. Har xil. Lekin juda ham kompetitiv janr, ochiqdan aytaman. Masalan, kimdir agarda game devga kiradigan bo'lsa, production juda ham oson. Mana aytganimizdek, Blitzda
u производство osonroqmi yoki sotish osonroqmi? Shooting, masalan, shooter o'yinlar umuman qiyin sotish. Umuman qiyin. Chunki kompetitiv shunaqangi darajada shooterlar ko'pki, aynan o'sha Overwatch yoki CS bilan konkurensiya qilolmaydi ko'pchilik umuman. Chunki bizda ham komandada bo'lgan, ishlashgan shooterlarda u o'yinlar mashhur bo'lmagan. Shuning uchun men hech qachon o'zimni masalan shootingga nima edi, productionga hozircha qo'ymayman. Agarda ideya juda ham zo'r bo'lsa, kelsa, o'shanda ham bir prototip qilib, bir ommaga ko'rsatib, ideyani shunchaki test qilamiz avval. Tam o'sha 6 oy, 1 yil, 2 yil ketkazishdan oldinda. Поэтому boya aytib o'tdingiz, shu hammasi qilgan ishlar bootstrapping bo'lgan. Shu Present Tech World'dan $30,000 olgan. Bootstrapping bu o'zini moliyalashtirish, finansiy bilan o'zi kuchi bilan o'zi qiladigan holatda bo'ladi. Startapning investitsiyasiz. Sizda ko'pincha shu bo'lgan ekan, bootstrapping. Hozir investitsiyaga pul olmoqchisiz. Birinchidan qancha pul va niyat nima, maqsad nima? Chunki hamma o'shimda olib qolsa tayyor bo'lib qolibdi-da. Aytgandek, o'zi aslida bunaqangi o'ynab ko'rgan bo'lsangiz, $30,000 shu narsani qildingizmi deb aytyapsiz. O'zi bunaqangi o'yinlar byudjeti bir $500,000 dan $1 million gacha. RPG, survival, ya'ni juda ham katta byudjet. Biz o'zimiz ishlashni boshlaganimizda nima deydi, avval o'sha 2 yil oldin bizda shunaqangi byudjet so'ragandik. Keyinchalik o'sha bootstrapping bilan o'zimiz ishlashni boshlaganimizda o'sha ko'pchilik narsani qarasak o'zi qilib bo'ldik. Asosiy qismi hozir polishing, o'sha polishing degani tam VFX, tam har xil animatsiyalarni yaxshiroq qilish, to'g'irlash, salgina masalan chiroyliroq bu joylarni qilib, UI masalan elementlarni chiroyliroq qilib, chiqarib olish. Hozirda biz ham masalan ochiq ayta olaman, bu polishing hammasiga 160,000 и как раз sotuvga chiqarib уже boshlaymiz. Buni polni undan keyin update'lar qilishni boshlaymiz. Yangi karta bo'ladi, yangi syujet, yangi qurollar bo'ladi ichida, tam yangi crafting sistemasi, to есть kontent qo'shilib boraveradi u yerdan. Crafting deganingizga Minecraft esimga tushib ketdi. Minecraft ham xuddi shundayda janrlardan biri. Qancha investitsiya hozir qidiryapsizlar? Hozir umumiy $160,000. Bu polni o'sha production, o'sha polishing и buni chiqaraveramiz marketing bilan. Endi qarang, venturelar ko'p holatda долгосрочный o'ylanadi. Buni oldim, investitsiya qildim, ulushini oldim. Endi ertaga buni ulushi kompaniya qiymatiga o'sgan sabab ulushi ham o'sadi. Ulushini qiymati o'sadi. Va shu holatda 5 yil o'tadimi, 2 yil, 3 yilmi, 10 yilmi, endi ko'pincha vaqt 5 yildan uyoq o'tadi. Bu pulimni qaytarib olaman. Ulushimni sotaman. Game dev sohasida agar sizlar hozir O'zbekistondan bo'lib, O'zbekistonda studiya bo'lsanglar, sizlar ulushlar 100% olib qolish, o'zingizlarda qoldirish niyatidamisizlar yoki ulushlarda chet eldagi, misol uchun Ubisoft bo'ladi, boshqa kompaniyalarga sotishga qarshi emasmisizlar? Balkim o'zingizlar ham qo'shilib birga sotasizlar. Yaxshi savol, chunki bu savolni ko'pchilikda menga venturelardan ham beryapsiz bu savol bo'yicha. Menda mindset bu hozirgi beradigan o'sha protsent dollarlarni qaytadan sotib olish. Men chunki kompaniyani kelajak qiymatini bilaman. Ertaga Ubisoft yoki Rockstar darajasiga ko'tarilsa yoki CG Projekt Red masalan Polshani kichik studiyalaridan biri bo'lgan, bir 10 yil oldin, 15 yil oldin birinchi qismini qilgan Ведьмакda, ikkinchi, uchinchi qismi umuman super hit bo'lgan, hozir Cyberpunk chiqarishgan, 4-chi Ведьмак chiqaryapti. To есть bu bo'yicha menda mindset sotib olish qaytadan. To есть iloji boricha tezroq aynan sotib olish qaytadan. Menda shunaqa mindset. Lekin savol berganda sotib oladigan o'zi dunyoda kompaniyalar ko'p, xuddi shunday. Tencent bor, hozir juda ham katta pul topyapti. Aynan kompaniyalarga, aynan promising kompaniyalar bo'lsa, mana Tencent Wukongda finansирование ham qilgan. Wukong, agarda bilsangiz, Xitoyda afsonalariga asoslanib Souls-like action qilgan o'yinni. Ularda ham byudjet $180 million bo'lsa, chiqqanda bir oy ichida $1,5 milliard ishladi ular. Поэтому o'z-o'zidan Tencent bu narsaga nima deydi, hozir как раз aynan ularda rivojlanish tем более Xitoyda juda ham qattiq rivojlanyapti o'sha game dev. Lekin o'zimda qolish. Endi shu yana bitta savol paydo bo'lib qoldi.
hozir mayli shunaqa mindsetdasiz, o'sha mindsetda fikrlashingiz, ya'ni boshga qaytarganda o'lishdi yoki qaysi bozorga chiqaman, kim sotib oladi mani o'yinaman degan savollar bo'lganda, o'sha hozirgi o'yiningizda syujetini Oltin O'rdadan Xitoylarning syujetiga emas, Xitoyda marketiga, rynkiga to'g'ri keladigan, bozorga to'g'ri keladigan syujet, o'shaning istoriyasiga qilib, shunday Xitoyda rostdan ham juda ko'p odam o'yin sotib olishadi. Juda ko'p odam. Skinlardan sotib olish bo'yicha Xitoy birinchilardan turadi. O'sha bozorga, bu yerda уже как не просто anaqa game yaratish, bu yerda biznesmenlar anaqasi ham katta o'tadi. Shunishi bo'yicha sizda shu 2-3 yil mobaynida sekin-sekin razviyatsiya qildi. Sizda hozir o'tirib fikr yo'qmi, to'xta, men buni qildim, endi shuncha ish ketdi. Keyingi bo'lib Xitoyda rynkiga xitoycha syujet qilaman deb. Bizda o'zi boshdan boshlagan bu ideya, chunki bizga Xitoyda publisherlar kelgan. Mana hozir Angela Games bor, Indie Arc bor. Ular aynan Xitoyda rynkiga asoslangan publishing qiladi-da, uni marketingni ham ulardan qiladi. Va menga taklif bildirgan, agarda iloj bo'lsa, tam nima edi, birga qanaqadir nima edi, aloqadorlik bir narsalar qo'shsalaring, juda ham zo'r bo'lardi, kakras u yerda yaxshiroq sotilardi. Shuning uchun o'zi voqealar ham Oltin O'rda haqida gaplashsak, Samarqand atrofida bo'ladi-da, 13-asrda. Samarqand atrofida o'z-o'zidan Buyuk Ipak yo'li o'tgan. Buyuk Ipak yo'li orqali kakras Xitoyda savdogarlar kakras o'sha o'tgan paytda ular bilan partnyor sifatida bir ko'rsatishimiz ham mumkin. U yerda narsalarni, ularni tovarlarini, ularni odamlarini kelib, o'sha Samarqanddan o'tib, ular bilan xarid qilib, undan keyin o'zimizdan yangi xaritalar ochganimizda ham kakras srazu уже buning uchun ikkinchi qismi, uchinchi qismi kutib o'tirishimiz shart emas. Уже qilishimiz mumkin bu narsani. Asosiy hozir polishing qilib chiqarib olish mexanikalarni u yoqdan keyin уже kakras xohlasak Turkiyani qo'shishimiz mumkin. Xitoyda, Hindistonni qo'shishimiz mumkin. Bozorga qarab. O'sha bozorga qarab bemalol. Bu jahon rynok bo'lganligi uchun qayerda ko'p o'yinchilar bo'lsa, nima xohlashsa biz ham auditoriyaga qarab istoriya qo'yamiz. Bu eng zo'rini syujetni любой tomonga qilsangiz bo'ladi. любой tomonga. Открытая karta qilib, просто kartani kengaytirib olsangiz bo'ladi. Kengaytirib, bitta o'sha karavanga o'tirib olib, bitta загрузка qilib olsangiz, уже Xitoyda bitta joyda, bitta shaharda bo'lishingiz mumkin yoki Turkiyani bitta shaharda, shunaqa qilib, Yevropani bitta shaharida masalan bo'lishingiz mumkin. U yerda уже voqealar boshqacha. Ya'ni biz bir 5 yildan keyin emas, уже buni sekin-sekin boshlashimiz mumkin. Firdavs, yana bitta savol. Endi как startaper siz ancha-muncha yo'ldan o'tdingiz. Shu game sohasida, game dev sohasida, shu syujetingiz, hozirgi syujetingiz qachondir vaqtda просто bitta g'oya bo'lgan. Keyin bu g'oyani orqasidan komanda yig'gansiz, bolalaringiz yig'ilgan, keyin MVP bo'lgan. Demosini qilgansizlar, sekin-sekin ustida ishlagansizlar. Keyin o'zingiz aytgandek hozir mana publishing qilib, market fit bormi, talab bormi deb test qilib ko'rgansizlar o'zingizlarga. Va endi mana shuncha narsadan keyin hozir уже chiroyli upakovka qilish kerak. O'yinda polishing dedingiz va rynokka tayyor va shunga investitsiya pul kerak bo'lyapti. Lekin shu g'oyadan shu momentga kelguncha qanday maslahat berasiz? Mana bunaqa tepa past yurgansiz, tepa joylari, past joylari, xatolar bo'lgan, to'g'ri ish qilgansiz, noto'g'ri ish qilgan bo'ladi. Bu odatiy holat. Nima ayta olasiz mana shu game sohasi, game dev sohasida endi ishini boshlayotgan startaplarga qanaqa maslahat va nima noto'g'ri qilgansiz, чтобы ular ertaga shu yo'ldan yurmasin, xatolikni qilmasin va boshidan hozirdan shu haqida o'ylashni boshlasin. Yaxshi savol, juda ham, chunki biz juda ham ko'p razraботчиклар bilan gaplashamiz. Butun dunyo bo'yicha o'tirib, mana Discord serverimiz ham bor. 500 ga yaqin подписчикlarimiz bor o'sha yerda. Razraботчиклар bor, o'tiramiz, gaplashamiz. Odatda 6 oy, 3 oy, kamida 3 oy, 6 oy yoki 9, 1 yilgacha vaqt ketkazadi o'yin yaratishga. Va bitta problema bor razraботчикларда, o'sha ранний etapda ular ko'rsatmaydi proyektini. Как раз Redditga, LinkedInga, qayerga bor bo'lsa, hamma joyga ko'rsatib, o'zi bir aniq olish kerak. Nima deydi? Kerak emas, kerak. Marketing testingini bir ko'rib, o'sha auditoriyani bir paypaslab ko'rish kerak-da, qanchalik kerak o'zi o'sha ideya. Iloji bo'lsa, agarda team yaxshi bo'lsa, treyler chiqarib, ko'rsatib, konsepsiyasini umuman mana shunaqa o'yin qilyapmiz, nima deysizlar deb, o'sha narsa bo'yicha ishlashsa anchagina vaqt tejilardi. Chunki 6 oy, 1 yil ishlab turib, keyin уже ko'rsatganida hech narsa hech kimga kerak bo'lmasa,
juda ham qattiq tegadi o'sha razработчикларga ham va ko'pchilik razработчиклар marketingni o'z bo'yniga olmaydi, ya'ni shunchaki chiqarib qo'yadi Steamga, o'zi sotilib ketadi deb o'ylaydi yoki o'zi tam mashhur bo'lib ketadi, 1 million kopiya sotiladi deb o'ylashadi haligacha. Bu bo'yicha ham gaplashamiz. Shuning uchun men ham hozir publishing sifatida Domesh Entertainment kompaniyasini publishing sifatida ham rivojlantirmoqchiman, ya'ni proyektlarni olib polishing qilib kichik proyektlarda aynan o'zimiz marketing qilib sekin-sekin sotishni boshlaymiz. Поэтому shu avval ideyani prototip sifatida yoki treyler sifatida sinab ko'rib auditoriyada, undan keyin productionga o'tish. Qarang, men hozir o'yin o'ynashni yoqtiraman. Game devga qiziqishim bor. O'zim qanaqadir o'yin syujetim bor. Siz tomonda bo'lishi mumkin, shooter bo'lishi mumkin, RPG bo'lishi mumkin, free world bo'lishi mumkin. O'zimning qanaqadir syujetim bor va men ideyamga ishonyapman-da. Lekin programmist emasman. Texnik background почти 0 deylik. Qanchalik menga stoyt bunga kirishim, qila olaman birinchidan. Eplab keta olamanmi? Ikkinchidan vaqtim ketkazanim qoladimi yoki bu yerda просто вопрос цены turibdimi? Nima maslahat berasiz? Va agar qilmoqchi bo'lsa, bunga kimlar kerak? Kim kerak? Komanda qanaqa terilishi kerak? Bizga keling deylar, biz qizga qilib beramiz siz. Biz ham xuddi shunday boshlaganmiz o'zi aslida. Men hech qanaqangi hard skillim bo'lmagan game dev bo'yicha. 3 kishi boshlaganmiz. Oltin O'rdani ham hudojnik bo'lgan, environment artist, barcha lokatsiyani yiqqan, modellar bilan, anular bilan, kartani yig'ib, o'zi hammasini o'zi qilgan. Men o'zim programmirование qilib majbur bo'lganman o'sha paytda. Da. O'zim o'rganib, YouTube'lardan video ko'rib, qanaqangi vizual programmirование bor, Unreal Engine'da blueprint programmirование deyiladi. Ya'ni vizual coding. O'sha orqali nima deydi, prototip yig'ib, boyovkani prototipini qilib, o'sha agarda YouTube'da ko'rsangiz, birinchi prototiplarni o'zimiz qo'limiz bilan 2 kishi yiqqanmiz o'shani. O'zingizda commitment bo'lmasa va komandaga ko'rsatmasangiz commitmentni, sizga hech kim kelib, yordam berib, nima deydi, qilmaydi o'zi aslida. Shuning uchun birinchi o'rinda o'zi founderda o'zi commitment bo'lish kerak yoki hech bo'lmasa odam topa olish kerak. Bu bo'yicha sekin komandani da xuddi shunday yiqib, undan keyin уже biz ham boshlaganmiz. Komanda katta bo'lishi shart emas, bir 3-5 ta odam, asosiy programmist, bitta environment artist, hudojnik, bitta game dizayner. Lekin bunaqa tempda, kichkina komandada setayotgan qanchalik uzoqqa bora oladi game dev bo'yicha? Xuddi aytganimdek, prototipini o'ylash kerak, eng zo'r mexanikasini o'z-o'zidan, chunki hamma razработчиклар boshida boshlaganda men RPG qilishni xohlayman, biz ham shunda boshlaganmiz. RPG qilishni xohlayman, o'zimni Vedьмагim, o'zimiz Skyrimim bo'lsin deydi-da. Keyin qarasa, juda ham ko'p ish bor ekan, shuning uchun fokusni bitta mexanikaga qaratish kerak va o'sha mexanikani qilish kerak-da, просто ko'rsatish kerak. Всё. Unikal mexanikani atrofida keyin o'yin yig'asiz. U yoqdan keyin уже osonroq bo'ladi. Shuning uchun shu fokus bo'lish kerak. Kichik mexanikani, zo'r mexanikani qilib, всё, uni sotsa bo'ladi-da, osonroq bo'ladi. Uni rivojlantirish. Lekin demo bilan, MVP bilan da investitsiya olish iloji bormi venturelardan? Grant olish iloji bor. Tak, venturelardan early stage bo'lsa, da. Xuddi shu hozir biz ham ishlayapmiz bu bo'yicha. Endi biz mana demo sifatida уже tayyor deyarli. Hozir shuni hammasi unga bog'liq. O'zini tashabbusi, ambitsiyasi. Yo'q, o'yinni syujetiga va o'yinni janriga bog'liq. Janr qanchalik oson bo'lsa, shunchalik osonroq jalb qilish уже investitsiyani. Development time oson, tezroq qiladigan bo'lsa, da, oson. Katta o'yin bo'lsa, masalan, bizga o'xshagan, da, yillar talab qilishi mumkin. Поэтому bu bo'yicha ham agarda menga yosh bolalar kelib, men qilmoqchiman katta o'yin qilsa, desa, men sразу aytaman, mana bitta mexanika, o'shani chiqar, demo sifatida ko'rsat odamlarga. Всё. Undan keyin уже bemalol rivojlantirsang bo'ladi. Zo'r. Bitta narsa o'ylab qo'ydim. Hozir sizga kimdir demo o'ynab kiraman desa, customization qila oladimi odamni? Hozirgi o'sha o'ynab ko'rganingizda hali yo'q. Lekin demkada customizatsiya qilamiz. Men o'zi bitta PR kompaniyani boshlamoqchi edim. Blogerlar bilan, как раз hammasi bilan qanaqa ideya edi. Bizda hozir MetaHuman sistemasi bor-da, Unreal Engine tomonidan berilgan. Ya'ni siz o'sha xonadagi любой odamni olib turib,
shunchaki otsifrivizatsiya qilsangiz bo'ladi. Uni NPC sifatida qo'shsangiz bo'ladi. Yo'q. Da. U 2-3 kun oladi vaqtingiz. O'sha odamni yaratib, polni xuddi shunaqangi qilib, u siz sotuvchi bo'lishingiz mumkin o'yinda. Menda hozir shunaqa ideya bor, как раз blogerlarga, influenserlarga chiqib, shunaqa ideya bor, sizni qo'shishingiz mumkin. Shunchaki reklama ko'rsatib, mani qo'shdi, tam shunaqa o'yin bor ekan deb reklama qilib yuborsangiz bo'ldi deb. Shuning uchun menda как раз shu ideya bor edi o'zi. Shunga o'xshaganda. Vaqtimiz ham yakunlanib qolyapti. Oxirida biz yangi konsepsiya o'ylaganmiz. Bunda xohlasangiz bizga qanaqa savol berishingiz mumkin yokida va hamda shu bizni ko'rib turgan auditoriyaga qanaqadir message yuborishingiz mumkin, qanaqadir o'zingizda saqlab qo'ygan o'ylab qo'ygan fikrlaringizni bular bilan bo'lishingiz mumkin. Da, fikrlar bor. Bu birinchi o'rinda o'zi asosan kulturamizga bog'liq, o'sha madaniyatimizga bog'liq, chunki bizda o'sha anchagina boy, juda ham tariximiz boy o'zi aslida. Lekin biz musiqamiz orqali dunyoga tanitira olmadik o'sha narsani. Kinolarimiz orqali dunyoga mashhur bo'lib, nima deydi, prokat qila olmadik, chiqa olmadik. Shuning uchun maqsadim meni ham o'yinlarni o'zimizni madaniyatimiz bilan, o'zimizni kulturamiz bilan dunyoga tanitish, o'sha narsani qilmoqchiman. Shuning uchun shularga yordam bersalaring, shunchaki qo'llab-quvvatlash bilan o'zi yetarli. Maqsadimiz shu. Zo'r. Agar choyxona ssenariysini ham qo'shsangiz o'sha yerga syujetga, menimcha choyxonada o'tirgan akalar hammasi shuni ko'rgandan keyin download qilish boshlaydi. Donat qilib, podдержка qilib, yoki hech bo'lmasa silkani jo'natib, hamma bilan bo'lishib, mana o'zimizning o'yinlar chiqyapti. Farzandlariga Counter Strike bilan Dota emas, mana o'zimiz tarixni o'rganadigan o'yinni o'ynab ko'rdik. Oltin o'ynaydi. Oltin o'rda deb. Choyxona simulyatori ham qilsa bo'ladi. Alohida o'yin sifatida. Firdavs, kattakon rahmat sizga kelganingizga podkastimizga suhbat uchun va bizni eshitib o'tirgan, bizni uzoqdan, yaqindan ko'rib o'tirgan auditoriyamizga kattakon rahmat va sizda agar shu suhbat davomida startap nima, tushunmagan so'zlaringiz, tushunmagan terminologiya bo'lgan bo'lsa, biz shu yerda o'zimizni silkamizni ishlab ketamiz. Bu silka orqali mashhur bo'lgan Y Combinatorda o'zbek tiliga tarjima qilinganini ko'rib chiqishingiz bo'ladi va sizga bu bitta boshlang'ich maktab va o'zbek tilida mashhur dunyoda odamlar bunga kirsa $1 million investitsiya oladigan akseleratsionni programmani o'zbek tilida tarjima qilingani sizlarga dostupniy bo'ladi. Ko'rishguncha xayr, keyingi podkastgacha. Rahmat. Rahmat.